Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Xinjiang Xalq nashriyati 2005-yil 1-oyda birinchi qatim nashr qilgan tarixiy roman Qonliq iz. Avtori Muhammad Ali Hilim. 16-bob. G'ashlik va g'iriblik. Diling ko'ymusun noumidlik bilan yo'ruq kun tug'ilg'ay qara kechidin. Said Shirazi. 1. Qo'mush buloqning atrofi qo'mushliq ham sasliq edi. Daxiyazdan bu yerga kelib o'rlashgan Barat palvon partizanlari qo'mush buloqda yeti birishdan ichi siqilib g'udurg'ili turdi. Bunji xuga hujum qilsaq bo'lmamdi? Ya o'lim, ya ko'rim. Bu yerda pashiga yam bo'lib yetiveramdi. Dushmanlar qechiyotgan mushundoq vaqtda bu yerda chashqan tom to'shkida yotgandek yetib, fursatni o'tkazib o'tib, qurbon bo'lganlar qisosini qachon olamiz? Barat palvonning yurki Daxiyazni urushda mujlib ketdimi ya? Yurtdoshlar yo'limizga qarab qolgan. Ularning umidini aqlamasak bo'lmaydi-da. Mushumo ish bo'ldimi? Biz urush qilg'ili chiqqan odamlar tursak, bu gap so'zlar Barat palvonning qulqiga yetib borganda, u nima deyishni bilolmay qoldi. U aslida partizanlarni ayab ham qo'mondonlik shtabining buyrug'i bilan qaramliq qilmay dushmanning oldini to'sib sukutda turvatadi. U shaharga kirib chiqqandan keyin Daxiyanza urushi ko'ngliga yoygan qora bulutlar taralgandek bo'lib, bo'lakchilar ruhlanib qolgan edi. Turdaxun chaqchaq qilib, xotinning kuchi degan deb qo'yatdi. Barat palvonning tapini qizidi. U bu yerda yetaverib, partizanlarning jangovarligini suslashtirib qo'ymaslikni o'yladi. "Yasin", dedi Barat palvon qat'iylik bilan. "Sen Hunji xuga ikki odamni boshlab berib ahvolni kuzatib kel. O'zinglarga faqat bo'linglar. Bo'ladi, g'am qilma." Yasin doktor shundoq debla ikki yigitni agashtirib, bu yerdan taxminan 4 kilometr yiroqlikdagi Hunji xuga qarab ot soldi. Ular Hunji xuga oz qolganda otlarini jigdiga bog'lab qo'yib, ustiga o't cho'plar besilgan yo'g'on bir otxonga yaqinlab bordi-da, ichidan ilig'liq darvozani har amallarni qilibmi ocholmadi. Qo'ru ichida jimjitlik hukm survatadi. "Men darvoza rishatkasidan qarab baqay. Odam yo'q bo'lsa buzib kiramiz", dedi Emir degan yigit. Ondan darvozaga yamashdi. Shu asnoda pushtumtut etilgan bir pay o'q Emirni kayniga tik tushirvatdi. Yasin doktor bilan yana bir yigit bu tasodifiy ahvoldan cho'chib turib qoldi va saldan keyin Emirni ko'tarib yugurganicha otlarining yiniga opirishdi. "Men bo'lolmadim", dedi Emir ko'zini yerim echib. "Men saqyolmayman. Mendan rozi bo'linglar." "Emir, undaq dema. Sen saqaysan." Ular Emirni otqa ortib 3-400 metr mang'andan keyin Emir holsizlanib jon uzdi. Barat palvon buni ko'rib, partizanlarni darhol harakatlantirdi-da, otlarini bo'randek choptirib, heliqi qo'rg'oga besibla kirdi. U yerda Gomindaning qiri bir askaridan boshqa hech kishi ko'rinmaydi. Bir necha yigit otlaridan irg'ib tushib, qiri askarni bog'lamoqchi bo'lishdi. "Bo'ldi, uni bog'lamanglar. Uning mang'udakmo holi yo'q nima ekan?" dedi Barat palvon. Otdan tushib, qiri askarning yiniga bordi. "Bizning odamimizni otgan askarlar qani?" Barat palvon Xanzu tilini har holda biladi. "Biz asli 3 edik. Ularning odamni otgan askar bilan yana biri bizning odamlarga xabar qilg'ili ketdi. Men ularning kelishini saqlab o'ltirgan. Bu yerda qanchalik odamlar bor? 300 dak askarimiz bor. Daxiyazdan qochganlar bu yerga kelibdikan. Bizning boshliq ularni qabul qilmadi. Ular Bajaxuga kirib ketdi." "Nimish qabul qilmadi? Ularni boshliqimiz obro'yimizni qilmadinglar deb. Bo'lmasa bizning boshliqimizningmi Bajaxuga qichish xiyoli bor edi. Bu qo'rada milliy armiya otliq kelsa, bizmi otliq hujum qilamiz deb ot beqiyotimiz. Otlar qani? Askarlar minib ketgan. Xabar qilg'il ketgan askaringlar qanchalik odam boshlab kelar? Ular qachon keladi? Bir bo'lsa 2-3 soatdan keyin keladi. Bir bo'lsa ular bu yerdan chekinib ketishi mumkin. Chunki bizning odamlar sizlarni hech nimadan qo'rqmaydigan odam yeydigan yavoylarkan.
ularning nurg'un askari bor ekan. Ular o'lim deganni o'ylabmi qo'ymaydi ekan. Bizga tish tirnoqigacha o'chgan, tutib olsa-mu terik qo'ymaydi ekan, deb anglagan. Shu topda bu qiri askar partizanlarning o'skilang choch soqollariga, tuklari o'rilib turgan kura juva va salva quloqchilariga, burkutninkiga o'xshash o'tkir ko'zlariga qarab, ishtanga qo'yvatkili oz qilvatadi. Barat palvonning yo'gishib quliqiga yetkili oz qolgan burati uni texmu sarasimga silib, avvalqisini deymi, keyingisini degandek olg'a keltirib qo'ygan edi. Baratka, dedi Qasim Joda deveylab kelib. Uningdan so'raydiganni so'rab bo'lgan bo'lsangiz, qurbon bo'lganlarning qisos uchun uni o'ltirib o'tayli. Chayon hamon chaqidi. Qiri askar uning nima deganligini uqmagan bo'lsa-mu, Qasim Jodaning alfozdan qo'rqib, kayniga dajimoqchi bo'lib, o'ngdisiga tushdi. Yo'q, uni otxonaga akirib bog'lab qo'yinglar. Bu qo'lni qon qilishga arzimaydi ekan. Ish tugagandan keyin qo'yib berarmiz. Sizlar dushman uvusiga otlanishga tayyorlaninglar. Partizanlar dahshatli hurra sadolarini yangratib, dushman turalg'usiga yetib borganda, dushmanlar yuk taqalarini otlariga ortishib, bu yerdan amdala qo'zg'alib ketishgan edi. Partizanlar dushman orqasidan 2 kilometr qo'g'lab, ularga yetisholmay qaytib kelishdi va Barat palvonning buyrug'i bilan hamma yerni tintib, ozuq-tulik izlashga boshladi. Ular baxtiga yarasha quruq qo'l qolmadi. Partizanlarning hunjug'ida turgan siri demi siqilib, janggohga o'zlarini etishga oldirdi. Ular bu yerdan 7 kilometr yiroqlikdagi Bajaxuga turib qarab qo'yishadi. Barat palvonning qo'l putlari qichishib, bu yerda yeti berishga taqat qilolmayotdi. Uning shu tapdagi holati qafasdagi shirg'ila o'xshaydi. Bir kuni u partizanlarni agashtirib, Sultonbayning sastligiga, ya'ni Bajaxuga 3 kilometr keldigan joyga otlandi. Uning amdiki hujum nishoni Bajaxu edi. 17-asrning oxirlari Janubiy Shinjongdan chiqqan 8 oilalik Uyg'ur eli tarafga ketib o'tib, bu munbat yerga qiziqib qolgan. Ham bu suvsiz bo'z yerni Jing daryosidan suv boshlab kelib ochgan. Bu yerni shu vaqtdagi kishilar 8 oilalik deb atashgan. Amdi bo'lsa go'mindonchilar Bajaxu deyishib, kindik qini to'kilgan yerdek bag'riga mahkam besib yetishmoqda. Bu yerni etishga boshchi bo'lgan Dusajim avlodlarining yilikini sho'rmoqda. Ular buningdan o'zlarini bakmu mag'rur his qiladi. Barat palvon bularni o'ylasa go'mindonchilarni chaynab purkivatgisi, mengsini ezib qetqini chiqarivatgisi keladi. Shunga u qo'liga qurol ilib, haqqoniyat marshini yangirtivatmamdi. Ikkinchi, Barat palvon Sultonbayning sastligiga o'rinlashib, dushmanning oldini to'sib yatdi. Bajaxuning atrofi toshliq va shivoqlar bilan to'lgan tuzlanlik edi. Dushmanlar qator yasagan potaylar, pilmut etish supulari va yer osti okuplari bilan mustahkam mudofaalanib turadi. Barat palvonlarning ularga jang e'lon qilganligi tuxumni toshqa urganlik bilan barobar edi. Partizanlar zerikib kechalari u tarafga berib 2-3 pay o'q etib etib qechib kelatdi-da, uyqusiga g'arq bo'ladi. Dushmanlar kechicha pilmotlarni sayritib chiqadi. Keyincha ular buni bilib qilib, ancha-muncha o'q etib qo'ydigan bo'ldi. Barat palvon etini bo'lishiga qo'yib etib, Bajaxu tarafdan topa to'zitib kelyotdi. U oldiga bog'loqliq birini artib olgan edi. U o'ziga qarshi turgan partizanlarning yiniga kelganda ot yuginini tortdi. Ot oldi putlarini osmonga ko'tarib kishnidi. Barat palvon oldidagi odamning gadindan tutib yerga zarda bilan tashladi. Partizanlar yerdan beshni ko'tarayotgan Lanshani ko'rib Barat palvonga to'liq tashqan faxrlanish tuyg'usi bilan qaradi. "Haqiqiy palvonkansan, yashab ket", dedi Nasiraxon Barat palvonni quchoqlab. "Bu qo'ynimizda turib bizni chaqqan chayonni oxir qo'lga tushiribsan. Buni tutolmagan bo'lsak, yurt xalqi oldida yuzimiz so'rim bo'ladi. Yaraysan. Bu cho'shqa 6 odamni agashtirib charlig'ilay chiqibdi ekan.
Qolgan 6sini o'ltirib o'tib, buni terik tutib keldim. Ta'limga bular qor yog'ochliq ichiga kirib tamoq yeb o'ltirmamdi. Miltiqlari qo'yib qo'yuqliq, qilich bilan. Shu arada qari quvon bilan Qosim joda yerda yotgan Lenshingni bir nechini dasivatdi. To'xtab turinglar. Uning bilan bir paranglashqom kelib qilyotidi. Daraxtga bog'langlar. Aytut degicha partizanlar uni daraxtga bog'lab bo'lib, Barat palvan uning bilan nima deb paranglasharkin deb qarab turishdi. Ko'pinchilari uni o'ltirishga aldirab, uningga xiris qilib turadi. Barat dedi Lenshing beshini ko'tarib. Men o'z vaqtida sening ili o'g'irlari bilan bir ekanligingni sal sezgan edim. Biroq Vansilang bilan yangi meni to'sib qo'ydi. Seni o'ltirib etmaganimga pushaymon qilaman. Sen aqli yo'qnochi? Vansilanglar hozir nada? dedi Barat palvan uni shapaloq urib o'tib. Lenshingning ko'zidan o't chachirab yosh chiqib ketdi. Ular Shexoda, sen nimish ketmiding? Men senlar bilan oldingi safda turib ilishiman. Mening senlarga qanchalik o'ch ekanligimni bilamsizlar. Sizlar bak dut, sizlar ruslarning dipiga usul o'ynayapsizlar. Tilingni tart cho'shqa. Bu yerda qanchalik odamlar bor? Qurol yarg'inglar-chu. Bundaq savollarni so'rab avar bo'lma. Meni choynab atsangmi baribir aytmayman. Men o'z odamlarimga xoinlik qilishni nomus deb bilaman. Qog'ijinida bir-birining ko'zini cho'qimaydi. Sizlarni ko'rsamla qusqim keladi. Men senlarga tishtirniqimdan o'ch. Barat uni kuchab birini tepdi. Seni hozirla o'ltirgim kelyotidi. Sening meni o'ltirdig'ingni bilaman, lekin men bundan qo'rqib qolmayman. Sening qo'lingda o'lmay, Gitlerdak odamning qo'lida o'lgan bo'lsam, arminim yo'q edi. Afsus, sendak chuprandalarning qo'lida o'lib, ko'zim ochiq ketadigan bo'ldi. Men sana bir sirni dey. Barat palvanning quliqiga Lenshingning oxirgi so'zlari kirmadi. U yinidagi qilichini sug'urib ilib, uning qo'rsqiga zarda bilan tiqib qo'chivatdi. Ondan qilichini tortib olib, uni par-para qilibdi. Qip-qizil qonlar nam tuproq ustida dog' qoldirib Barat palvanning qilichi qonga bo'ylab ketgan edi. Partizanlar cho'nqur nafas elishib, yeniklab qolgandek bo'lishdi. 3. Lenshingning zahardek so'zlari Barat palvanning jinidan o'tib ketgachga, uni o'y xiyollar chirmib olib, qopqi ichilmaslab bo'ldi. Cho'ldargan qalbini g'ariblik, g'ashlik asir qilgan edi. Nimigadir chechilib, nimigadir xo'ylanib qoladi. Turib Lenshinglardan tortib olgan granat, o'q, miltiqlarga ko'zining quyrug'ida qarab qo'yadi. Vujudi ochiq alamdan qo'riladi. U itning bolasi bilan nimishqimi paranglashmagandiman. Uning deganlari haqiqatanmidi yo? Yo'q, bu aslo mumkin emas. U og'ziga kelganini biljirladi. Jon ochiqida shundoq da'vatgan nima u? Uning so'zlariga hargiz ishonmayman. U degan dushman, har nimin deydi. U bir g'aljir it. Uning gapiga ishongan odam sarong. Sovet xalqi bizning ozodlikka erishimiz uchun yordam beryotidi-ku. Qo'shni qo'limlardimi bir-biriga yordam berish bo'ladi-ku. U chidamay shundoq dedi. Oqibat qandoqligimizni ko'rdi texi. U shularni o'ylab inqilobni tiziltish uchun Bajaxo'ga hujum qilishni qaror qildi. Partizanlar buningga darhol ovoz qo'shdi. Barat palvan qurbonga etinish bilan qarab, tili uchiga kelgan gapni yutibdi-da. O'zi anglasin, shum xabarni mard o'g'lan yetkazmaydi deganni xiyoldan o'tkazib turib qoldi. Uning ko'ngli bu kunlarda faqatla joyida emas edi. Gohida gap so'zlarni taqqa-tuqqa qilib qo'ygan tutqinini bilmay qoladi. Jahon o't issiq ichida kuyayotgan bir kuni Barat palvan sarkidak sapning oldida minib Bajaxo'ga hujum boshladi. Dushmanlar, partizanlar yaqinlab kelishiga yomg'irdak o'q yog'dirib, jahillik bilan qarshilik ko'rsatdi. O'q tekkan partizanlarning shuarlari yerimida uzilib qoldi. Qini qizib o'zini tutib ololmay qolgan Barat palvan bir-biriga chetilgan granatlarni sol qo'ltiqiga qisib, o'ng qo'lini tez-tez harakatlantirib, yer beg'irlab oldiga ilgirlayotdi. Qum do'nglaridan, qora yog'ochlar orasidan etilib chiqayotgan sanoqsiz o'q partizanlarning
kirlishib asli rangi yo'qolgan mata ko'nglaklarini, ba'zilarining ko'rak juvlarini o'tma to'shib qilavatdi. Barat palvon bir do'milabla o'rnidan dast turdida granatlarni potayga qartib atdi. Shu asnoda do'lsiga tekkan o'q uni kayniga uchirvatdi. Potayning chang to'zon ko'tarib dahshatlik partilishi dushmanlarni texmu g'oljirlashtirvatdi. Qum do'ngining yerimiga kelib to'xtab qolgan Barat palvon bar ovozi bilan varqirdi. Chekinayli! Bu qitimqi dushmanga ushtumtut qilgan hujumda 3 partizan qurbon bo'ldi. O'z hayotining xavfga uchrishiga qaramay, ularning jasadini qora quvon bilan Qosim Joda yondirib kelgandan keyin ular Oblis qarining mungluq qiroati bilan u dunyoga uzitildi. Barat palvon partizanlarga o'zini bog'latqizib, o'q tekkan yerga yog'ochni ko'ydirib bosqizdi. Buningdan partizanlarning yuragi ichishib, boshlarini burab, ko'zlarini ching yumavilishdi. Qurban etiga qamcha silib, Mansurdan dora akilish uchun yurib ketdi. Barat palvonning bu qitimqi yarisi avvalgidek tez saqayib ketalmadi. Qandoqla bo'lmasin bu jang partizanlarning xumarini sal bosgandek bo'ldi. Biroq hasratlantirmaymi qo'ymadi. Pit pashiga yam bo'lgandan urushqinimiz yaxshi bo'ldi. Afsuski, qishliq kiyimlarimiz bilan toza qo'lisholmadik. Uning ustiga tuzuk oziqlanmay, ojizlab ketibdik. Agar qo'rsoq to'q, qoral to'liq bo'lgan bo'lsa, ularni nima qilib etardik? Deyishdi partizanlar bir-biriga. Ularning deganlari haqliq edi. Amerikaning har xil qurollari bilan qurollangan, mustahkam mudofialangan muntazam armiyaga o'qi sanoqliqla qora miltiq, ora to'qmoqlar bilan zarba berib, bular puxadan chiqa olasunmi? 4. Qo'rg'on qo'noq partizanlarning qo'rsqini ko'ptirib, ichini yelga to'shqizvatdi. Ular har yal qo'yib berganda qumlar oz to'la to'zib ketadi. Turdaxun bundaq chaqda dushmanni to'zitolmagandikin qumni bo'lsa-mo to'zitib turayli, deydi achchiq kulib. Turdaxun bilan Qurbanning qiziqarliq paranglari partizanlarning ruhiy ozuqi edi. Bu ramsiz kulfatdan oqirinib batnib o'ltirganlar ularning chaqchaqlaridan ixtiyorsiz kulib tashlaydi. Ba'zilari tishini tishiga tishlab, ig'ir tinib o'ltirib oladi. Lekin ko'zlarida kulga aks etadi. Naiti az bir qismlari taqdirning bu siniqiga bardoshlik berolmay, un-tinsiz g'oyib bo'ldi. Bu Barat palvonni achchiq yutqizmaymi qolmadi. U ashu zarbida qon ko'p yiqib ketgachga va yaxshi oziqlanolmag'achqa xilila judab ketdi. Uni shu topda xiyol besib olgan edi. Shahardan nemishqa oziq-tulik avatmaydigandi. Ular bizni unutib o'z ishlari bilan bo'lib ketdimi ya? Bu yerda bizni ochliqdan o'lsin da'vatamdigandi. Bu zodi nemish bo'lib ketdi? Biz erkak, yanala chidishimiz kerak. Ularning oldiga non deb bormanmi? Bersa berdi, bermasa Barat palvon bu ay bu kunlarda shaharga kirmaydigan bo'lib ketgan edi. Agar kirsa bir narsa tilab borgandekla hissiyotda bo'ladi. U oilasini, ayolini, bolalarini bakmu sig'indi. Bu sig'inish uning tomurlarida to'lqinlab oqdida. Men nima ko'rsam ko'ray, bolalarimni mushularning qo'liga qoldirmay, ozodlik yo'lida qurbon bo'lsam sharaflik deganlarni o'ylab qiladi. Ko'z oldiga tasvirligisiz yengib bir bahor so'zilib kelayotgandek bo'lib, qaytadan jonlanib qoladi. Ruhi hur zamonda erkin parvoz qiladi. Shahardagi boylar bizga nimishqa yordam qilmaydi. Ular ozodlikqa chiqib olibla, bizni mushundaqla unutib qolamdi. Kangri jahonga chiqib olib, anangni hammasini berib o'ltirib kelaman, dedi Qosim Joda qaynab so'zlab. Undaq dema, jondan kechmigicha jononga yetkili bo'lmaydi. Biz degan o'g'il bola bunchalik ishqa qoqishsa qandoq bo'ladi? Ilmo xalq bizga obdan yordam qildi. Hojimbaymo qarab turmadi. Chidayli, Alloh sabr qilg'uvchilarga yaqin, dedi Oblis qari samimiy so'zlari bilan uni bis. Men xalq Hojimbayni da'vat qinim yo'q. Yiliqi paskash, bexil boylarni da'vatiman. Anangni, ularni o'ldirib o'tman. Olimizga yetsa bo'lmamdi. O'zinglarga qarab beqinglar. Achchiqida uning ko'zlariga yosh keldi. Qaqshimayli,
o'g'il bolaga qaqshash yarashmaydi. Ular beramdu, bermamdu o'zining ishi. Uning ustiga boylarning to'lisi bexil keladi. Ish qilib, Qosim mushukdan bezalab qilmayli. Biz degan o'g'il bola bar japoni ustimizga yuklab, kurashga atlangan o'g'lonlar o'g'il bola qilgan ishiga minnat qilmasligi kerak, dedi Yasin doktor ochiqini besib savarchanlik bilan. Baratka, bajaxuga yana hujum qilayli. O'lsak sharaf bilan o'layli. Barat palvon un chiqarmadi. Uni cheksiz bir g'ariblik bosgan edi. Xudo mushu kunlar orqali bizni va shahardagi yumshoq yo'tqonlarda yetayotgan, kuniga 3 vaqt issiq tomoq yeyotgan boy g'ojamlarni sinayotidi. Bu bir sinoq dunyosi, dedi Oblis qari tamkinlik bilan. Sinilib bo'lg'icha o'lib tugaydigan o'xshaymiz. Asta mavi pitlar yana chaqqil turdi. Vicdoning bilan yashasang, Xudoning savol so'riqidan xoli bo'lasan. Baratka, men shahardagi boylarning mollarini o'g'irlab chiqay. Ey Qosim, mol o'g'irlayman demay, odam zirk bo'lolmayotganda xotin o'g'irlab chiqa. Xotin, dedi Turdaxon zo'ng o'ltirib olib. Turdaxon, xotin sig'nibsizlarda, dedi Qarquvon. Sen sig'inmagansan-a? Qara, xotinning gapini anglab, buqidek pushildab ketganingni, hozir ayol zotini ko'rsang turolmay qolasan. Demisimi biz ayol zoti ko'rmaganga uzun bo'lib ketdi. Yonda bo'lsa tepishidi-ekanmiz, yiroqda bo'lsa kishnishidi-ekanmiz. Kechida kirib chiqsaqmi bo'ladi-ku? Hey, qiling gap qilma. Ma'u yerda qurbondek yuzi echilmagan ballar barjimi? Uning ustiga buyruq bor, buyruq. Buyruq bo'lmagan bo'lsa, bu atrofdagi qizlarni bo'sh qo'yamti, bu qariqvankam, dedi Qurban mo'risini qisib qo'yib. Buyruq deganmi, putqa silingan kishi ekan. Buyruqqa bo'ysunman deb, oxir chatoq chiqib, oqda bo'lib qolmasang bo'ladi-ku. U chaqda yuzingga qari surkab, eshakka ta'tur minib, ko'chimi-ko'cha sazoyi bo'lib yurmamsan? Bu chaqchiqing kir yaydigan tanidek uzun bo'lib ketdi. Buningga Qosimdek jidalxo'r kirlarni yeyib qo'y. Qosim tanida turamdi, jo'dalik qilib. Shu arada uchib o'tgan bir aeroplan ularning qizivatgan chaqchiqiga sovuq suv sepdi. Qarim, dedi Sidiq Ko'kkuz Oblis tarafga burilib. Silimo xenimdan tizib qo'ygan qo'tir amitidek o'ltirmay, obdanroq suridan birini o'qib, bu qari harni tikmullaq atqizmamdilar. Allah nasib qilsa, uningmi mullaq atadigan vaqti kelib qoldi. Kaptarmi osmonni bir aylanib o'tib, mullaq atadi-ku, dedi Oblis qari chaqchaqni aplashtirolmay. Manga va nere kaptar degan osmonga chiqibla mullaq atadigan nima u? Sizning kaptarlaring Oysxonga o'xshamdi nima? Manga vay, kaptarlarim Oysxondek xolgancha boshqalarning o'sida tunab qolmaydi. Ham Mahmud kaptarvozning kaptarlaridek boshqalarning katikiga kirib olib, bu yer mening deb mullaq etibmi yurmaydi. Tuxumni boshqalarga bostirib, xotinini bo'shikda boqadigan. Nima deydigansan? Tuxumidan kaptar chiqmay, qurut chiqadigan. Boshqalarning tuxumini paloq qilib etib, o'zining tuxumini paxtiga yo'gab bola chiqaradigan. Chaqchaq rasa qizivatganda, yiroqdan to'pa to'zitib chiqib kelgan otliqlar bularga bara-bara yaqinlashqa boshladi. Voy, bizning odamlarkan, milliy armiya formasini kiyibapti. Bizni ilib ketadigan o'xshaydi. Nazarovkan, dedi Barat palvon. Uning qaradigan mang'iz so'ngaklari burutib chiqqan chiroyiga kulga yugurdi. Qandaqroq Barat, salomat turdingmi? dedi Nazarov otdan tushib. U G'oljining yerlik rus millatidan edi. Shunga Uyg'ur tilini o'z ona tilidek ravon so'zlaydi. Yomon emas, o'zinglarchu. Yaxshi, sizlardan ahvol so'rab o'tib ketay degan. Sizlar qaysi tarafga mangan? Biz bosh shtabga berib, ondan Qashqarga yurish qilamiz. Nazarovni bosh shtab Qashqardagi qo'mondonchilarning muzdavan orqali G'oljini besvilishidan ansirib chaqirtgan edi. Uning gapini anglab Barat palvon va boshqa partizanlar lassida bo'lishdi. Bizga buyruq kelmaydi-ku, dedi Barat palvon ko'ngliga shalda. Az qoldi, chidab turinglar. Sizlar Daxyanzda yetib olmay, bu yerga bekor qaytib chiqibsizlar. Mansur Daxyanzdagi dushmanlar chekingandan keyin u yerning hamma yeriga odamlarni o'rnashtirib bo'lib bizga
Bu yerda biz qolamiz. Bu yerni saqlash bizning vazifamiz. Bu yuqorining buyrug'i. Sizlar bu yerdan chiqib ketinglar. Partizan degan nada urush qilsa o'xshash, dedi emasmi? Nimali degan bilan u yerga sizlar avval kirib, dushmanga o'sdan chiqishga fursat bermay, nech oy u yerni saqlab yotdinglar-da. Texi daxiyanizga qop yuraklik bilan besib kirib, nurg'un qon to'kdinglar. Amaliyotda g'alaba qilmagan bo'lsanglarmi, lekin jasoratinglardan ilib aytganda sizlar g'alaba qildinglar. Undaq degan bilan Mansur qo'mishliq ichida 4 mashinaning chirg'ini birda o'chirib, birda yondirib, 4 mashinani dushmanga 400 ko'rsatib, dushmanni qochirdi emasmi? Texi Mansur o'zining odamlarini daxiyanziga kirgizmay, bizning 2 odamni daxiyanziga kirgizib, dushman qochgan bo'lsa, balga o'qi berishni buyurdi. Az o'tmay balga o'qi etildi. Ularning orasida Matuanjangmo bor ekan. Bo'pti. Bu kunlarmo o'tib ketar. Ularning maqsadimi dushmanni yo'qotish. Bizning maqsadimizmi shu. Daxiyanziga bostirib kirgan chaqda ko'rsatgan botirliqlarni anglab, "Ya hazrat, nima karomat bu?" dedim. Odamga hamon bir o'lim, qo'rqib yashab nima kapti? Iroyim degan yurt so'rgan palvonmi urushga qatnashdan qo'rqib bir qochoq askarning qo'lida o'ldi. Undaq o'lgandan mushular bilan ilishib bo'lsa odamdan nima armon qoladi? Sen haqiqatan qo'rqmas botir ekansan. Yur, atrofni aylanib kelayli. Ular sasliq bo'ydagi qor yoshliq ichida oldirmay mingishdi. Barat palvonning partizanlari Nazarovning odamlarining kiyimlariga havas qilib qaravatgan bo'lsa, ular bu partizanlarning holiga qarab ichi sirlivatadi. Nazarov bu urushda g'alaba qila olamizmi? dedi Barat palvon Lenshingning so'zlarini g'uva eslab. Bu nima deganing? Biz cho'qim g'alaba qilamiz. Bu urushning taqdiri ruslarning qo'lidami? Ya'ni sizlarning qandaqmi bizning qo'limizda bo'lsin. Ruslar xolis yordam qilyotidi. Buning ajablangudek nimasi bor? Go'mindan aksiyachilarining bizning ninimizni, ishimizni yeb turib, ishingni yeb tuzliqingga chichoy degandek qilgan qiliqlari xiyolimdan ketsila, bularning o'siga o'zim yolg'iz bostirib kirgim keladi. Qurbon bo'lgan qarindoshlar, zulm, xo'rliq ichida yashayotgan xalqning ohuzori meni qiynaydi. Qorong'ulik zaminga bara-bara tonini yopmoqda edi. Issiq shamol qarag'och yo'pirmoqlarini shildiriltib o'tadi. Mushu zamin haqida xiyolga patsam ajoyib hissiyotlarga cho'milaman. Ajdodlarimiz mushu yerda yashab, o'chmas izlarni qoldirib ketgan. Barat palvonning quliqiga Shamolxonning naqsi anglangandek bo'ldi-da, so'zidan to'xtab qoldi. Bu ko'zni qamashtiradigan oltindek zaminkan. Sen degandek ona zamin hammadan ulug'. O'z uyingda keng tasha yotgandek, o'z zaminingdimi keng tasha yashaysan-da. Nazarov nima uchundir ulug' kichiktinib qo'ydi. Shunga ona zaminning ozodligi uchun zo'r qurbonlarni beryapmiz emasmi? O'z uyimning xo'shligi, futqolimning bo'shligi degan gap bor. Bu zaminni ozod qilsak, bolalarimiz erkin ozod yashasa, shuning o'zi biz uchun baxt. Avlodlar uchun ko'ymagan yurakni itiq tashlab bergulik. Men seni qaram, oldirang'u deb yurib ekanman. Asli sen xili ish ko'rgan, bilimlik, salmoq odam ekansan. Siz Shamolxonning naqshlarini anglaganmi? Ilgari anglagan, u ko'rinmaydi-ku. Uni ba'zi kishilar ulug'lasa, ba'zilar uni jahon saring'i deb qo'yishdi ekan-ku. Yo'q, u jahon saring'i emas, zamin saring'i. Uning yuragidan chiqayotgan naqsha zaminning nidosi, xalqning mungi, dardi. U avliyo sifat ulug' odam. Barat palvon hayajon bilan so'zlayotib, Shamolxonning g'uljiga mingish oldida o'ziga aytgan so'zlarini eslab, so'zidan to'xtab qoldi. Anglashimcha Barat, u bu yurtdan yo'qolsa, bu yurtni ofat bosadi deydi-ku. Balkim uning naqshlari meni cheksiz o'ylarga salgan, meni kurashga otlanishga undagan. Lekin biz uning naqshlarini kechikib tushundik. Hozirmi ham tushunmay yurganlar bordir. Ehtimol taqdirimizning to'la hollarda ta'tir bo'lib qilishi bir narsani kechikib tushunganligimizdan yoki bir narsaning qadriga kechikib yetganligimizdan bo'lsa kerak.
u kishi nadin kelgan? Ajab to'y qilmabdikan, dedi Nazarov Shamolxonning hayotiga qiziqib. Baxti echilganda to'y qilarmish. U bu yurtda azaldan tartib yavoyi hayvon, qush, jonivorlarga hamroh bo'lib yashab ketdikan. Ba'zilar uni hayvonlarni, qush, jonivorlarning tilini biladi, hech kim ko'rmasda uchidi. Jinlar bilan so'zlashalaydi ekan. Jinlardan askari borkan deyishidi. Uni ajabmi ulug'laydi ekan. Bu bir rivoyatli gap-ku. Yo'q, bu balkim rivoyat bo'lmasligi mumkin. Men uni kichikimdan tartib bilaman. Uning naqshlari, hikoyalari mening qalbimda cho'nqur yiltiz tortgan. Uni men mangu unuta olmayman. Uning ruhi zamin bilan yo'g'rilib ketgan. Men boshqa yurtlarga ketib qaytib kelsam, oldimga eng avval naqsh etib chiqadigan Shamolxon. Uning naqshlarini anglab, harg'inligimmo yo'qab ketadi. U bo'lmasa yurt cho'lda rab qoladi. U qandaqli bo'lmasin, yurtimizdan yo'qolsa bo'lmaydi. Uning naqshlari yurtimizning zulmga qarshi chilingan jang marshi, bahor kuyi. Uning naqshlari meni g'aflat uyqusidan uyg'otgan. Senmi uni ulug'laydi ekansan, ha? To'g'ri. U ulug'lashga tegishli haqiqiy vijdon egasi. U meni ma'nisiz hayot yo'lidan qaytarib, ma'nilik hayot yo'liga qadam bostirdi. U mening o'z odamlarimiz bilan jidal qilib qo'ydigan mijozimni bakmo o'ch ko'ratdi. Shundaqdimi meni yaxshi ko'ratdi. Men uningga qancha ko'p yaxshilik qilsammi, uning yaxshiliklarini qaytarib bo'la olmayman. Yur, qo'rg'an qo'niqini yegach, qolgan parani shu yerda qilishayli. Nazarov hiliqi ish tufayli Barat palvonni adovat saqlab yurdimikin deb o'ylab yuratdi. Lekin ishning o'ylaganidek bo'lmag'ini uni qattiq ta'sirlantirib, Barat haqiqiy mard azamatkan degan o'yga keltirdi. Ata Bajaxuga hujum qilib baqamdiq, dedi Barat ko'ngildagi g'ashlik paydo bo'lgan g'ariblikdan siqilib. Sarang bo'lma, men ata buyruq bo'yicha bosh shtabga qaytmasam bo'lmaydi. Biz degan sizlarga o'xshamaymiz. Biz buyruq bilan ish qilamiz. Sizning ajab dushmanga etilgan keliblar turdi ekan. Haqiqiy erkak tuki bor o'g'il bola shundoq bo'ladi. Barat palvon Bajaxuga qilgan hujumini Lenshingni tutib olgandan keyingi ishlar va o'zining yaralanganligini Nazarovga tinmidi. Ham bu yerdagi ig'ir kunlardan vaysabmu so'zlab ketmadi. Davomi bor.